o'zbek yo'lsozlarining navbatdagi mantiqsiz bir harakatlarini ko'rsatib beraman. Hozir kichik halqa yo'lida mana Chilonzor metrosini chorrahasiga keldik. Bu tarafda mana chap tarafda reshetka qo'yilyapti yo'l o'rtasiga. Mana ko'rib turganingizdek, bu tarafga ham agar qo'yiladigan bo'lsa, mana bu yerda bordyorlar almashtirildi, kichkina bordyorchalar. Mana bu tarafda ham almashtirilgan, mana ko'ryapsizlar. Lekin u tomonda reshetka qo'yilgan, hali bordyor almashtirilmagan. Lekin aniq ayta olamanki, hozir qayrilib ham ko'ramiz, o'sha bordyorlar almashtiriladi. Lekin u bordyorni almashtirish uchun mana bu reshetkalar qaytadan olinadi. Mana reshetka qo'yilgan, bordyor eski bordyor, o'shaning ustiga qo'yilgan beton bilan qoplangan, uchta narsaga tushunmayapsiz. Ikkita xarajat nimaga kerak? Mana buni almashtirish kerak, bu tomonni reshetkani qo'yishdan oldin. Mana bu ketadi-ku deb nahotki prorablar, sozlar, o'sha ishchilarning boshliqlari mana o'lib kuyib ishladi, o'sha yerda ham qancha reshetkani qo'yishga ishlashgan, lekin endi bordyor almashtiriladi. Oyog'ini osmondan qilib yuborishyapti-da, ishlarni oyog'ini osmondan qilib yuborishyapti.